hurmatli tadbirkorlar, dekabr oyining 15-sanasida Agrobank ATB Mingbuloq filialida tadbirkorlar uchrashuvi o'tkazilmoqda. Xo'sh, barcha o'zlarini qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa berishlarim mumkin. Bundan oldin hozir Agrobank mahallaviy tizimimizda ajratilayotgan kreditlar to'g'risida tushuncha berib o'taman. FQ 302 sonli qaror bo'yicha kredit berilmoqda. Yuridik shaxslarga beriladi. Summasi 300 million so'mgacha, 100 million so'mgacha garovsiz. Xo'sh, foiz stavkasi tuman toifasidan kelib chiqib 19% dan 23% gacha ajratiladi. Ayollarga 2% imtiyozi bor, 17% dan ajratiladi. Bizim Mingbuloq tumani 5-toifa bo'lgani uchun 19%, ayollarga 17% dan ajratiladi. Xo'sh, faqat yuridik shaxslarga ajratiladi. Shartlari oxirgi 1 yil mobaynida faoliyat yuritgan bo'lishi lozim.